Unutmazsan, unutmazsan. Esingdan chiqmasa yoki esingdan chiqib qolmasa degan ma'noni bildiradi. Masalan, eva gelirken unutmazsan biroz elma al. Uyga kelayotganingda esingdan chiqib qolmasa olma ol. Mumkinsa, mumkinsa. Iloji bo'lsa, iloji bor bo'lsa. Mumkinsa ishdan so'ngra beni ara. Iloji bo'lsa, ishdan keyin menga qo'ng'iroq qil. Istarsan, istarsan. Xohlasang. İstersen sana güzel elbise almak istiyorum. Xohlasang senga chiroyli ko'ylak olmoqchiman. Musaitsan, musaitsan. Bo'sh bo'lsang degan ma'noni bildiradi. Musaitsan shu kahveda birer fincan kahve içelim. Bo'sh bo'lsang shu kafeda biror chashka kofe içeylik. Görürsen, görürsen. Agar ko'rsang, ko'rib qolsang degan ma'noni bildiradi. Eski arkadaşımızı görürsen selam söyle. Eski o'rtog'imizni ko'rib qolsang salom ayt. Vaktin olursa, vaktin olursa. Vaktin bo'lsa. Vaktin olursa ishdan sonra bizim eve uğra. Vaqting bo'lsa, ishdan chiqqaningdan keyin bizni uyga kel. Sana zahmet olmazsa. Sana zahmet olmazsa. Ovora bo'lmasang. Masalan, sana zahmet olmazsa, shu dosyalarim massama bırakabilir misin? Agar ovora bo'lmasang, ushbu fayllarni stolimga qo'ya olasanmi? Buna gerçekten gerek var mı? Buna gerçekten gerek var mı? Burasdan ham kerakmi? Masalan, buna gerçekten gerek var mı yoksa başka bir çözüm yolu bulabilir miyiz? Bu haqiqatdan ham zarurmi yoki boshqa yechim topa olamizmi? Beni yanlış anladın. Beni yanlış anladın. Meni noto'g'ri tushunding. Söylediklerim bir eleştiri değildi. Beni yanlış anladın. Aytgan gaplarim tanqid emas edi. Meni noto'g'ri tushunding. Abartıyorsun. Abartıyorsun. Bo'rttiryapsan yoki vahima qilyapsan. Alt tarafı bir bardak kırıldı. Tepki verirken biraz abartıyorsun. Shunchaki bir stakan sindi. Haddan tashqari bo'rttiryapsan. Seni kırmak istemedim. Seni kırmak istemedim. Seni xafa qilmoqchi emas edim. O so'zlari sadece durust olmak için söylemiştim. Seni kırmak istemedim. Bu gaplarni faqatgina rostgo'ylik uchun aytdim. Seni xafa qilmoqchi emas edim. Ben öyle demek istemedim. Ben öyle demek istemedim. Men unday demoqchi emas edim. Yanlış bir kelime seçmiş olabilirim ama ben öyle demek istemedim. Noto'g'ri jumla qurgan bo'lishim mumkin, lekin men buni nazarda tutmagan edim. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Nimalar deyapsan? Masalan, bu duyduklarıma inanamıyorum. Sen gerçekten ne diyorsun ya? Quloqlarimga ishonmayapman. Nimalar deyapsan ha? Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Hech narsa qilmaydi degan ma'noni bildiradi. Masalan, üzülme.
Bir kere geç kaldın diye dünyalar yıkılmaz. Bir şey olmaz. Xafa bo'lma. Bir marotaba kech qolding deb dunyoni oxiri kelmaydi. Hech narsa qilmaydi. Ben sana söylemiştim. Ben sana söylemiştim. Men senga aytgan edim. Oraya gitmemen konusunda ben sana söylemiştim. O yerga bormasliging kerakligini aytgan edim. Ne var bunda? Ne var bunda? Nima bo'libdi shunga? Sadece yardım teklif etdim. Kızacak ne var bunda? Men faqatgina yordam berishni taklif qildim. Jahl qilishga asos yo'q. Nima bo'libdi shunga? Niye sinirlandin? Niye sinirlandin? Nimaga jahling chiqdi? Gayet normal konuşuyorduk. Durup dururken niye sinirlendin? Oddiygina suhbatlashayotgan edik. Nima bo'ldi to'satdan jahling chiqdi? Sabah ola, xayr ola. Sabah ola, xayr ola. Ertalab bo'lsin bir gap bo'lar. Şimdi kafamız çok karışık. Yatalım da sabah ola, xayr ola. Hozir miyamiz juda chalkashib ketdi. Yotib uxlaylik. Ertalab bir gap bo'lar. Sabah karar veririz. Sabah karar veririz. Ertalab qaror qabul qilamiz. Bu kadar önemli bir konuyu aceleye getirmeyelim. Sabah karar veririz. Bunday muhim masalada shoshilmaylik. Ertalab qaror qabul qilamiz. Şimdilik erteleyelim. Şimdilik erteleyelim. Hozircha keyinga qoldiraylik. Planlarimiz henüz netleşmedi. Bu görüşmeyi şimdilik erteleyelim. Rejalarimiz hali ana bo'lmadi. Bu uchrashuvni hozircha keyinga qoldiraylik. Bugün olmaz. Bugün olmaz. Bugün bo'lmaydi. Çok yoğun bir programım var. Maalesef bugün olmaz. Men juda bandman. Afsuski bugün buning iloji yo'q. Sonra konuşuruz. Sonra konuşuruz. Keyin gaplashamiz. Şu an dışarıya çıkmam gerekiyor. Detaylara sonra konuşuruz. Hozir ketishim kerak. Batafsil keyinroq gaplashamiz. Canım istemiyor. Canım istemiyor. Xohlamayapman. Herkes gidiyor olabilir ama bugün dışarı çıkmayı hiç canım istemiyor. Hamma borayotgan bo'lishi mumkin, lekin men bugun tashqariga chiqqim kelmayapti. Azizlarim, bugungi video darsimiz nihoyasiga yetdi. Turkiya va yasham tarzi siz uchun qiziq bo'lsa, video tagida ochiqlama qismida Instagram profilim linkini qoldiraman. Obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.